YouTube'da pismiq, shpion bo'laman desangiz, odamlarning videosi soat nechida qo'yilyapti, kanalda monetizatsiya bormi, yo'qmi, kanali qancha daromad topyapti, shu narsani biladigan sayt IT Lerch deb ataladi. U saytga kiramiz va saytga kirganimizda shunaqangi oynacha bor. U oynachaga biz konkurentimizning silkasini qo'yishimiz kerak. Konkurentimizning silkasini ko'chirib olamiz va u silkani olib turib shu saytga o'rnatamiz. Tak, o'rnatdik. Bu yerda bizda instrument degan knopkasi bor. Instrument knopkasida proverka monetizatsiya, ya'ni kanalda monetizatsiya bormi, yo'qmi, shu funksiyani yoqib qo'yamiz. Va poisk tugmachasini bosamiz, qidiruv tugmachasini. Sayt bizda hozir analitika bizga berdi va ko'rsatyapti. Kanalda monetizatsiya bor, ya'ni yashil yonib turibdi mana. Kanal zarabatoviy dengi. Bunaqangi saytni hech qayerdan topa olmaysiz. Qancha YouTube'da daromad topyapti odam, YouTube'da soat nechida video qo'yyapti, faqat shu saytdan shu ma'lumotlarni olsanglar bo'ladi. Video kommentariyasida 99 sonini yozib qoldiring. Men sizga xuddi shunaqangi pismiq bo'ladigan, shpion bo'ladigan sxemalar bilan bo'lishaman.